Bir hafta oldin chiqargan hovli joyimiz 80 million so'm skidga tushdi. Pul zarur, pul yonib turibdi. Pul zarur. O'tgan videomizda bir haftadan chiqargan vaqtimda 65 ming dollarda chiqardim. Kim görmeyen bo'lsa o'tib ko'rishni tavsiya qilaman. Yurt do'stlar xonalar keng. Katta keng. Pul zarur bo'lgani uchun zararni bo'lsa ham sotacak. Adama pul zarur. Bunday imkoniyatni kaçırmanlar. Bilasizlar, bu hovli joyimiz 150 kvadrat, remonti ajoyib remont etgan, ko'ngildagi remont etgan, ko'rib tursangiz, birimiz sanuzet, birinchi etajdagi sanuzet, birimiz kuxnidan yan tarafimizda yana box o'rnatib. Bu ham keng. Dalonning o'zi 9 ga 6 metrlik keng dalon. Dokumentlardan tayyor. Dokumentlarning hamma narsasini tayyorlab qo'yibdi. Yurtlarımızda hamma dokument tayyor joy. Zinalar ham keng qilib ishlangan. Yurtlarımızda yeni. Bir yandan bir adam chiqsa, bir adam qarab turmaydi emas. Chiqadi, tushadi. Bir-birine qarab turmaydi tepadagi adam boshqasi. Zinadan chiqqan doğrumuzda spalni, детский spalnimiz var. Birimiz детский spalni. Bu tarafimizda katta holding qalingan yerimiz, Yurtdo'stlar ikkinchi etaj bilan birinchi etaj birlashib ketgan lyustramiz 2,5 metrlik lyustra. Şu lüstranın özüne acayip pul çıkan. Aynalar hem şunun uzun aynalar kaldırılgan biri. Bu tarafımızda doğrumuzda yine sanuzi. İkinci sanuzi, ikinci etajdaki. Sanuzi'den yine acayip işleyen Yurtdo'stlar. Pulunu ayamamalar. Bir yanımız zal. Zaldan mutluluğum Yurtdo'stlar yine. Keng zal. 5,5-6 metrelik zal var böyle. Acayip hem nesneden sifatli nesneden koyulgan. Hovli joyimiz polisilikatdan qurilgan. Birinchi etaj, ikkinchi etaj plita bilan basalıngan. Köşe tarafımız hem keng elde. Yurtlarımız için keng elde. Aşağı tarafta disk flaşetkeler, aşağı neler var? Orada şlagbaum var. Bu tarafa giradigan maşinlar, bu qanı işödə 3 hocalık olsa 3 hocalık maşini giradi. Başqa maşin girmeydi bir yere. Aşağıda şlagbaum var. Zalın doğrusunda spalni var. Kattalarning spalnisi. Bu spalnimizdan 4'e 5,5. Pulunu aytib o'tadan bo'lsam sizlarga 750 milyon so'm deb turibdi. 65 ming dollardan 750 milyon so'mga pul bahası tushdi. 80 milyon so'm skidga. Bu 80 milyon so'mga siz 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashin olasiz mumkin. Shu bir Cobalt mashinani pulini skidga berdi sizlar uchun. Bunday imkoniyatni qochirmanglar. Yurtlarlaringizning hovli joyimiz katta, keng. 150 kvadratga o'xshamaydi. Girganlik yo'limizni dalon. Birimiz dalon, katta dalon. Şöyle üstler kürsi xalasazlar. Divan kresla sezarım bo'ladi. Dim ajoyib. Konditsionerlarni uchidan planlashtirib, rozetkalar joylar tashlab ketilgan. Hamma narsa planlashtirilgan, hamma narsa o'ylab ko'rilgan. Hamma narsani zo'r qilganlar. Planovka zo'r. Zinani keyini berini yana kladovka sifatida yoki bo'lmasa, siz pilisos qo'yib, shularni beda qo'ysangiz bo'ladi. Beda suvni shotchiki ham boshqa narsalar tutdi. Nasos, suv nasos. Bo'lmasa, sizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Telefon nomerlari описаниеda, kommentariyada telefon nomerlarimiz yozib turibdi. Bemalol telefon qilib, qanday informatsiya kerak bo'lsa, bemalol bizdan olishingiz mumkin. Ko'rganlaringizdek dokumentlarimiz tayyor. Hamma narsasi tayyor. Remontdan cho'tkat qilingan. Yurtdo'stlar, darji ana shu yerda 3ga chiqadigan yerimiz bor. Uni akvadan tuzilingan. Oddiy bir taxtadan yoki bir plastikdan tutib qo'ysa bo'ladi. Shu narsalardan e'tibor qilingan. Puli aytganimning 750 million so'm. Bunday hovli joyini agar o'zingiz 750 million so'm qo'lingizga olib quraman desangiz, remontuna da yetmeydi. Bir de remontlar ham ajoyiblarda cho'tkat tuzitilgan. Yurtlarımızda lyustralardan yaxshi lyustralardan qo'yilgan. Hozir shaharning ichida yer o'rnining o'zi 300 million so'mga topsangiz zo'r. 300 milyona topsangiz zo'r. Birinchi etajimiz polni, to'pli pol. 300 milyona topsangiz ham qolgan 450 million so'mga silikatdan qurib, ham birinchi etaj, ikkinchi etajdan plita bilan bostirib, ustini shipir etib, atap iğnelerini o'tirib, malyarkasini etish 70 kaladi, 450 milyon so'm. Shundayda men o'zim boshimda o'tirib turibman shunday. Sen hozir hovli joy qurib turibman. Shunday yerlarga gap qoldi. Ayna ishlarini o'zi 150 milyon so'mga borib turibdi. Ayna ishlarini o'zi. Shuning uchun bunday imkoniyatni qochirmanglar, maslahatim. Kimga qiziq bo'lsa bu hovli joy, bemalol bizga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada yozib, videolar yoqtirgan bo'lsa, like bir like bosishni unutmang. Hammangizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.